Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqjo'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Toshkent. Bahordan keyin ko'kargan bog'larning turli qushlarning navosi jon keltiradi. Ana o'sha navo qushlar orasida kakkuning ovozi boshqacha anglanadi. Turib qushlarning navosini bog'larga baravatga chiqqan bektorlarning naqsh sozlari besib oladi. 10 necha yildan beri urush ma'lumotchiligidan xoli Toshkent shahri to'liq g'amsiz edi. Har qaysi darvozalardan har kuni savdo karvonlari kirib chiqib turadi. Cho'ng savdogarlardan ushoq tijoratchilargacha, dehqonlardan ma'dorlargacha turmush halakchiligida oldirash yurishadi. Necha yildan beri Katman, O'rg'oq, O'tug'uch, Sapan qatorliq dehqonchilik saymonlari va pichoq, qing'roq, kaka, palta, loqsigir qatorliq turmush saymonlarini so'qib yurgan temirchilarning qish oxirlashgandan beri qilich, nayza, gurzi qatorliq jang qurollarini so'qishi bir yangilik edi. Ularning xonyorligi bilan jang qurollarini yasayotganligini kishilar ancha bilib ketmaydi. Chechenlar kishilar temirchi do'konida birdan ko'payib qolgan jang qurollariga qarab, pat yaqinda cho'ng bir urushning bo'lganligini faraz qilishadi va xon podshohlarning ko'ngliga insof, el yurtga osoyishlik, tinchlik tilashadi. Shu topda o'rdadagi oltin taxtda jiyani Boburning yordam so'rab avatgan xetini tutib o'tirgan Sulton Mahmudxon tagsiz xiyollar asir bo'lgan edi. U kuzdan Boburning Samarqandni Shaybonxondan tortib olganlik xabarini anglab, xiyli xursandlangan. O'ziga xoinlik qilgan Shaybonxondan oz to'la dardi chiqqandek bo'lib, tasalli topgan va Boburning g'alabasini tabriklab, alohida maktub avatgan edi. Shu chog'da ko'mirni qiziqida so'qib, lashkar avatib, Bobur bilan birlikda Shaybonxonni tal to'kis yo'qotishni o'ylagan bo'lsa-mu, ilkida avatgudek tuzuk lashkar qilmaganlik uchun amalsiz qolgan. Shaybonxonning oldam xaltasiga tushib, uning hamma lashkarlarini avatib berganidan ko'p pushaymon yegan edi. Shundan keyin Said Muhammad Mirzning tavsiyasi bilan qaytadan cherik yig'ishga, temirchilarga jang qurollari yasashga farmon berdi. Lekin yangi lashkarlarning jangi yorug'idek bo'lishiga xeyli vaqt ketadi. U beshini tuvan silib o'ltirgan amirlarga taksi bir qarab o'tgandan keyin qo'lidagi xatga qayta nazar tashladi. Bobur xitida Samarqand shahrining Shaybonxonning lashkarlari tarafidan qamalda qolganligini, ilkida yovning muqobilasiga chiqqadek tuzuk lashkarning qolmaganligini, Hirotdagi Sulton Husayn Bayqara, Hisordagi Xusrav shohlarga yordam so'rab maktub avatgan bo'lsa-mu, texchilar javob kelmaganligini, ilojisiz tog'asidan yordam so'rayotganligini samimiylik bilan bayon qilgan va birlikda munofiq Shaybonxonni yo'qotib, ofatni tub yiltizdan quritish taklifini bergan edi. Bobur Samarqandni olgandan keyin Shovdar, So'g'di, Miyonkul, Xo'zar, Qarshi, Qorkul, Marvi qatorliq viloyat tuman beglari Shaybonxonning itoatidan chiqib Boburga bay'at qilibdi deb anglab edim. Acaba shuncha viloyatlarni ilkiga elibmi, Shaybonxon degan xarga taqobil turg'idek mag'dir yo'qmidi? Qishdan beri cherik cho'g'ilmay nemiz qilgan bu? Nemiz bo'lmasin, Samarqandni Shaybonxonga tattirib qo'yishga hargiz bo'lmaydi. Lekin hozir bizning ilkimizda tuzuk lashkar yo'q. Hamma lashkarlarimizni ul osi Tuzkorning ixtiyoriga topshirganimizdan Boburning faqatli xabari yo'q. Buni bilsa nima deb qoladi? Meni ahmoqlikda ayblashib turganlar gap. O'z vaqtida ul Tuzkor munofiqni imonchibek isinib ketgan bo'lg'aydim. Sulton Mahmudxon ulug' kichik tinganicha qo'lidagi xatni Said Muhammad Mirzaga uzatdi. Ko'r baqsila, Bobur podsho yordam talab qilibdi. Said Muhammad Mirza xatga tezlik ko'z yugurtib chiqdi. Bobur podsho oliylari da'vat qilmasmi, ul Tuzkor munofiqqa jazo yurish qilish majburiyatimiz bor edi. Farmon berslar, o'zim lashkar topib boray.
Hozir ilkimizda jangi yorug'ida qanchalik lashkar bor. Cheriklarni mashqavulla mashqlantirib atadi. Ko'ngil lashkarlarning qiyir ojizlarini chiqarib etganda 1500 yaram lashkar bor. O'rtepidagi Og'am Muhammad Husayn ko'raganning ilkidimi 3000 ga yaqin lashkar bor. Ularning yerimini alsaq bo'ladi. O'rtepa Toshkentni qo'g'dashdagi muhim o'tkal. U lashkarlarni medirlatmayli. Sizlar Toshkentlik oshi 1,5 ming lashkarni elib atil yo'lga chiqsizlar. Sarkarda Ayub Bakchak bilan Sarkarda Qoshqi Mahmud sizlarga o'rinbosar bo'lsin. Nusrat xabarlarini kutamiz. Farmon berdormiz, dedi farmon topshirib olgan Sarkarlar das o'rnidan turib. Ilgari bundaq kengashlarda bilarmanlik qilib, Sulton Mahmud xonning soqolini tarab, baloqlab tinmaydigan Ne'mat Mirzo, Ahmad Bey Talba, Sulton Junaydi Barlas qatorliq amirlar shu topdan boshlarini to'nlarining ichiga tiqib olishgan edi. Demismo Shaybon xonning xoinligidan keyin ularning tovuzi qo'ltiqidan tushgan Sulton Mahmud xonning bu mas'uliyatni surishtirib jazolashidan ansirab, dakka-dukkada qilishgan edi. Tarixiga yarasha Sulton Mahmud xon Shaybon xonning haqoratli xetini ko'rib, qattiq g'azablangan bo'lsa-mu, bu ishning sababini ujur-bujurgacha surishtirmadi. Said Muhammad Mirzamo o'rdada bo'linish, tafriqi kelib chiqishidan ansirdimi yoki bu xushomatchilarning qilmishini surishtirishning hojati yo'q deb qaradimi aytavr Sulton Mahmud xonga ularning mas'uliyatini surishtirish taklifini bermadi. Shundan beri tili tutilib qolgan bu amirlar to'liq bilarmanlik qilmaydigan bo'lishgan edi. Hazindim Bobur podshohga, onalarimga, yigitsilarimga sovg'at ilvaslar. Ularga mendan salom aytsizlar, dedi Sulton Mahmud xon. Xo'sh, dedi Said Muhammad Mirzo va Sulton Mahmud xonga qarab, biroz dilg'ul bo'lib turgandan keyin eg'iz ochdi. Necha vaqtdan beri oliylarning samiga selishni ko'nglimga pukkan bir ish bor edi. Xo'sh, dedi Sulton Mahmud xon. Urushda yanglish bo'lib turadi. Navod bu qitimqi jazo yurishimiz muvaffaqiyatli bo'lmay qolsa, Tuzkor Shaybon xonning xo'rigi texmi o'sib ketishi, balkim tasarrufimizga bostirib kelishi mumkin. Xeyli nurg'un cherik yiqqan bo'lsaqmi, ularni bostirib kelgan kuchli yovning muqobilasiga selish texi baldur. So'nashqa har ehtimol qarshi Turpandagi enalar olajxon oliylardan askariy yordam so'raylimakin deyman. Ko'say uzun bo'lsa, qo'l ko'ymabdi deydigan gap bor. Bu navbatga yurishda Shaybon xonni mag'lub qila olsak, olajxon oliylarining Toshkent safari sili og'isi bo'lmish Cho'ngxon oliylarining huzuriga salomga kelganiga hisob bo'lar. Olmadis kutilmagan ahvol yuz berib qolsa, olajxon oliylarining hamdamchi qo'shini bilan Shaybon xonning muqobilasiga bemalol chiqa olamiz. Bu deganlarmi to'g'ri, dedi Sulton Mahmud xon o'ychanlik bilan. Bu yilqi qurboniyat arifasida ul inimdan maktub topshirib olgandan beri qayta xabarlashammadik. Xitida munofiq Mirzo Abubakirdan Manglayu sherini qaytarib olish hozirligini ko'rayotganligini, oldingi qitimliq jazo yurishining muvaffaqiyatsiz bo'lib qolganligini, bu qitimliq yurishida nusrat qozonsa, Qashqardan Udulli Toshkentga kelib, enalik majburiyatini ado qilib salomga keldiganligini, hamda marhum otamizning maqbarasini tavob qilg'ach, yenimda birer yil turib, validalarimizning xizmatini qilish orzusi borligini bildirgan ekan. Mirzo Abubakir Said Muhammad Mirzoning oni bir, dodi bo'lak akisi edi. Shu topda Mirzo Abubakirning ismini anglab, uning vujudini xijillik tuyg'ulari chirmib oldi. Garchi Mirzo Abubakir uzundan beri izchil turda saltanatimizga sarkashlik qilib, qarshilashib kelgan bo'lsa-mu, Qashqarning u tarafiga o'tishga muvaffaq bo'lolmay keldi. Dedi Said Muhammad Mirzo beshini to'van solgan holda. Olajxon oliylarining Manglayu sherini qaytadan o'z tasarrufiga elib, ota orzusini amalga oshirishga bel bog'lashi albatta katta ishdir. Ammo hozir Shaybon xonning tahlikasi hadidan oshdi. Taxt saltanatimiz uchun hozir Mirzo Abubakir xavfidan
Şeybanxanның xavfi yamandır. Ақсу, Uşta, Alaşxan aliylərinin qeynağısı Mirjabbar Bərdi Bəgdək, Bahadır, Sərkərdə həm leşkerlər bardır. Uç, Üçtürpan depti uzattı. Şuna hazırcı Malaysiya yürüyüşünü vaqtınca to'xtatib, leşkeri kuchni Toshkentga yetkazib kelsa, birlikda Şeybanxonni yo'qotgandan keyin ondan Qashqarga yurish qilib Malayziyani Mirzo Abubakr hukmronligidan xalos qilsak yaxshiroq bo'larmikin deydigan o'yin bor. Qoldisini o'ylashib ko'rgaylar. Bu maslahatlari o'rinliq. Dedi Sultan Mahmudxon. Sizlar Samarqandga lashkar tortibasizlar. Men inim Alojxonga bu tarafdagi ahvolni tafsiliy bayon qilib maktub yo'llay. Donolik bilan qaror chiqardilar oliylar. Dedi Said Muhammad Mirzo memnunlik bilan. Amisi kaminlari tayyorlik ko'ray. Alloh xolisa nusrat xabarimizni anglag'aylar. İnşallah. Barliq amirlar das o'rnidan turib Said Muhammad Mirzoning g'alabasi uchun duoga qo'l ko'tarishdi. Shu topda nimani duo xiyol qilayotgan Ahmad Bey Talbaning duoga ko'targan alqonlar bilan yuzni to'sib turib, yanadagi Ayub Bagchakka sal turib ayrim ko'rsayli degan ma'noda ko'z ishorasi qilayotganini Ayub Bagchakdan boshqa hech kim sezmadi. Yoz quyoshi Sarpul vodisini bir tal cho'g' tashlasa yong'in paydo qilgudek qizdirib o'tgan edi. Quyosh nurida Ko'hak daryosining suvi jimirlab ko'z chaqatdi. Şeybanxon bilan maydon jangi qilish uchun avval Samarqand shahrining sirtidagi bog' navda barliq sarkard lashkarlarini to'plab, ondan Sarpul dalasiga qarorgoh qurgan Bobur ha deganda jang qilishga oldirmay qarorgohni muhofazat qilib turib-atdi. Xeyli puxta tajribali bo'lib qolgan Bobur qarorgohning atrofini cho'rgilitib xandak qazdirib, xandakning ichki tarafini shox-shumbular bilan qashallatqizib, xuddi sepilga o'xshash mustahkamlab olgan edi. Xandakning bir uchini Ko'hak daryosiga tutashtirib, suv boshlab olgan edi. Boburning qarorgohining bir tarafini Ko'hak daryosi, uch tarafini xandak mustahkam o'rab turibdi. Ko'hak daryosining suvi xandakning bir beshidan kirib, yana bir beshidan chiqib ketadi. Qarorgoh ana o'sha mustahkam suv sepilining ichiga joylashgan edi. Bir necha qitim hujum qilib kelib, qarorgohga yaqin yo'llanmagan Şeybanxon nazarida so'ymay hisoblaydigan Boburga yana bir qitim qoyil bo'ldi. Shu kunlarda Bobur jang qilishga oldirmay, yordamga kelgan lashkarlarni kutib o'tdi. Gerçi az to'la cherik yig'ib, lashkarlarning sonini xeyli ovutgan bo'lsa, ammo lashkarlarning Şeybanxonning lashkarlarining sonidan xeyli oz ekanligi o'ziga ayon edi. Bobur Xorason hukmdori Sultan Husayn Bayqara bilan Hisordagi Xusrav shohdan yordamga lashkar kelishdan umid uzgan bo'lsa-mu, Toshkentga tog'isi Sulton Mahmudxondan hamda atrofdagi cho'ng-kichik baglardan lashkar keldiganligiga ishonadi. Ammo ulardan texchilar aniq xabar yo'q edi. Uning jangga chiqmay yetib olishdan zerikkan Şeybanxon har kunidagidek nog'ir chaldirib jangga undaydi. Qarorgoh tuyiga lashkar avatib tillatqizib, g'ururga tegmoqchi bo'ladi. Ko'hak daryosi Boburga madad bermoqchi bo'lgandek yiqimliq shovqinlaydi. Ammo uning g'amini qilchilik yengillatmaydi. Şeybanxon uning hayotidagi eng qo'rqinchli raqib bo'lib qolgan edi. Qarag'anda Şeyboq bilan o'zim yolg'iz jang qiladigan o'xshayman. Inim Jahongir Mirzodan cho'ng umid kutgan edim. O'zi kelmaganni oz deb Ahmad Tanbal degan riyokorning inisi Halil Tanbalni bosh qilib, oran 200 nökər avatibdi. 200 emas, 2000 nökər avatsimi avatkuchiligi bor edi. Farmonimga sarkaslik qilishga petnolmay, o'sha yo'q hisobidagi lashkarni avatkiniga qaraganda yana o'z g'imi bilan qolgan o'xshaydi. Qarindosh degan shundoq bo'lamdi. Hamma lashkarlarni avatib qo'ysa, lashkarsiz qilishidan
Farg'ona vodisidan ayrilib qolishdan qo'rqqan gap. Har qancha bo'lsa-mu, o'z inimga shunchalik nomardlikni qilarmanmi? Butkul Farg'onani to'liq berib yana menga ishonmabdi. Og'amni balo qazodan qutuldiray deganni o'ylamabdi. Ahvoldan qaraganda uning mening o'likdirkim bilan kori yo'q o'xshaydi. Yana kelib uning Ahmad Tanbaldek tuzkor bilan yarashib olgani nemasi? Balkim uning mush aqlnimi Ahmad Tanbal o'rgatganda tayinliq. Mendan aymanmisa, Ahmad Tanbal uning taxtini boyli tortib oladi. Ishqilib Jahongir Mirzo bo'rini qo'tonga boshlabdi. Babur hasratlik bir uxtatib elib, yana xayolga petib ketdi. Eng cho'ng yordamni Heratdagi Sulton Husayn Boyqarodan kutgan edi. U oramizdagi urug' tuqqandarchilikni noinsof Shayboqdan keladigan xavf tahlikalarni tushuntirib yozgan xatimni javobsiz qoldirdi. Shayboq mendan Samarqandni tortib olsa, ko'zini Xorasonga, shon shavkati Samarqanddan qilishmaydigan Heratga tikadiganligini nemishqa o'ylamaydigan bu. Amaliyotda Shayboq To'marilar avlodi uchun o'rtoq dushman edi-ku. O Shayboqning ahvolini, maqsad muddasini mendan obdan bilatdi. Oshundaq tajribali podshoh yaqinda beshiga keladigan xavfni nemishqa o'ylamadigini. Ma'qul. O'g'u o'ylamasin. Alisher Navoiy hazratlaridek donishmand ustozning qo'lida tarbiyalangan o'g'li Badruz Zamon Mirzo o'ylash kerak edi. Lekin u mujim. O'sha ota-bolalar Herat taxtigohi uchun bir-biriga qilish yolg'onlashib, manglagan lashkarlarning beshiga chiqishdan hayo qilishmadi. Ammo o'rtaq dushmaniga taqobil turish uchun bir odamni yordamga avatmadi. Xusravshah bo'lsa, o'z oqibatidan qo'rqib, hamdamga lashkar avatmadi. Ko'nglim to'yib turibdi. U mening ro'naq tepishimni emas, xoni vayron bo'lishimni tilaydi. Kunlarning birida navra qarindoshlarim bo'lmish Mas'ud Mirzo bilan Boysung'ur Mirzoning xun qisosini erishimdan ansiraydi. Qilgan har bir qilmishi o'ziga ayon. Aslida ahli bo'lsa gunohini yuvish fursati degan mana mush edi. Bo'ldilar. Bir qo'saq inimning ahvoli shu tursa, ularni ranjitmay qilay. Tog'am Sulton Mahmud xonning yo'lga solgan hamdamchi qo'shini nemishqa tegishchilik yetib kelmaydigandu. Yozgan xatida Said Muhammad Mirzoni bosh qilib mong'irg'anligini aytgan ekan. Hammadan Said Muhammad Mirzoni avatgan bek yaxshi bo'pti. Uning pamparasti, amjasarati bir qo'shin lashkarga tang keladi. Yenimda ular bo'lsa, Shayboqni mag'lub qilishdan voyimimsanmi bo'ladi. Bo'rdi bilan Muhammad Husayn Ko'ragan kelgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi. Tova, odamga omadning qo'shilib kelmaki taskan. Lekin balo kelsa, har qachon qo'shilib keladi ekan. Babur o'rkashlab yiqayotgan ko'hak suyiga ma'yuslik bilan qaradi. Suv to'lqinlari bostirib kelayotgan yov qo'shinidek qirg'oqqa shalapishib uriladi-da, hamsotla yana orqasiga chekinadi. Daryo to'lqinlaridan har xil shakllar hosil bo'ladi. Ana, ayol kishining to'lg'an ko'ksini eslatadigan to'lqinlar. O'rkashlayotgan suv betini ayol kishining ko'ksiga o'xshatgan Boburning esiga birdinla Samarqandda mo'milari onasi bilan birga qolgan ayoli Oysha Sulton begim kelishi bilan ichi ochiq hislarga to'lib, yuragi tilim-tilim bo'lib ketdi. Ko'ziga g'il-g'il yosh keldi. Xotini esiga kelishi bilan texi qirqi to'shmay turibla chochirab ketgan tunji farzandi qizi Faxrunisa ko'z oldiga kelib qolgan edi. Babur Samarqandni olgandan keyin o'rtepidagi Muhammad Husayn Ko'raganning o'rdisida Ommasi Xubnigar xonimning yenida turayotgan ikki mo'misi, onasi va ayolini akaldirib olgan edi. Shu chaqda Oysha Sulton begimning qo'saq ko'targaniga 6 oy bo'lgan edi.
qishi oxirida ming bir to'lg'oq azobini yeb yengidi. Tunji farzandini ko'rgan Bobur Samarqandni olgan faxrlik qalbisini xotirlash yuzidan qiziga Faxrunisa deb ism qo'ygan edi. Afsus, bu vaqt 40 to'shmay turibli chachirab ketdi. Uning tunji ayoliga ancha mehri tushmagan bilan tunji farzandiga boshqacha mehri tushib qolgan edi. Qizini ko'rib olish uchun tug'utliq yotgan ayolini kunda 2-3 qitim yo'qlaydi. Qizini qo'liga elib ko'taradi, mag'ziga so'yadi, yumron topiniga, balqonlarga, yirik soqollarini surkaydi. Aşı farzandi Boburga otaliq mas'uliyatni, farzand mehrini, ota-ona qadrini to'nitgan edi. Bargohning daryoga yaqin tarafidan anglangan cho'qan so'ran sadosi Boburni qayg'uli tuyg'ulardan tatib chiqardi. Yani shu Shayboqning lashkarlari jangi undayotdi, deb o'yladi Bobur so'ran ovoz chiqqan tarafga qarab mang'ash. Aslida bundoq jangga chiqmay turib olishmi yaxshi ish emas edi. Buning bilan dushmanning qo'rqi o'ssa, lashkarlarimning jasorati sunatdi. Qanday qilsam bo'ladi? Hamdam keldiganlarni yana bir necha kun saqlaymikin. Ishonchli xabarga qaraganda boqi Chag'aniyoni 2000 yaramliq nökr bilan kechki kelib bo'ldi. Aşı suratda mangsa yana 2 kun ichida bizga qo'shildi. Xon tog'am yordami avatgan Said Muhammad Mirzimo 1,5 ming lashkar bilan Diyoldan o'tibdi. Diyol bilan Sarpulning oraliq ancha yiroq emas. Aşı 2 sarkarda qo'shilsa, Bobur degan to'q yurak, o'g'il bola bo'lsang maydonga chiq. Bu haqoratlik sada Boburning xiyolini cho'rtli uzib qo'ydi. U bargohning yov lashkari jangi undayotgan tarafiga yaqinlab qolgan edi. Bu haqoratni uning tunji qitim eshitishi emas edi. Necha kundan beri tishini tishlab chidab kelyotdi. Haqoratga chidamay jangga chiqishga tamshalgan sarkarlarni to'sib qo'ygan edi. Biroq hozir chidashlik berilmadi. Yov lashkarlari Boburni ko'rib qolgandek bir-biridan chidg'isiz haqoratlarni yomg'irdak yog'diryotdi. Voy Farg'ona izlari, kurik to'qodak tuxum besib yetib olgan podshohingni qichqirish. İsmi Boburmish dehi. Nergi shir yo'lbos bo'lsin, talashga yarmaydigan qonjiqkan emasmi? Bargohdan chiqmay xotin kishidek chashtarovatamda nima? Boburni bak kelishgan deydi. Shaybonxon oliylarga yarab qolsa o'ziga cho'pri qilib olar. Oldimizga xotin kishining tovar tambilini kiyib chiqsin. Tirnoqqa xeyni yiqib chiqsin. Farg'onliklarni to'tib qilib o'miltimiz. Bobur bu haqoratlarni anglab turishga bardoshlik berolmadi. Lashkarlarning javoban qaytargan haqoratlari qo'liqaga faqatli kirmaydi. U shartda kayniga o'rilib shohchedirga qarab mangdi. Barliq sarkarlar yig'ilsin, dedi u shohchedirning ishki to'yda do'qurishib qolgan no'yon ko'kildashga qapiqini turib. Boburning chiroyidagi qahr-g'azabni ko'rgan no'yon ko'kildash gap so'rashga petin olmay farmon yetkazishga oldirdi. Sarkarlar hayol qilmaylar shohchedirga yig'ilishdi va Boburning tutilib ketgan chiroyiga qarab adab saqlab jim o'tirishdi. Endi bargohni saqlab yetivermaydi, dedi Bobur bo'g'ilgan holda. Puxta tayyorlik ko'ringlar. Ati noshtadan keyin jangga chiqamiz. Lashkarlar noshtalikni to'yg'icha yeb, tushlik g'izosini endi elib olg'ay. Farmon berdormiz, dedi Qambar Ali das o'rnidan turib. Elimi ko'p saqlab ketdik. Munofiq Shayboqning ul yavoylari xuddi besham xotinlarga o'xshaydi ekan. Ularning til haqoratlarini kuniga necha vaqt qonlab berib, o'timiz yerilib ketmadi, lekin uning berisi bo'ldik. Boshqa sarkarlarmi oran turishgan edi. Qambar Alining so'zi bilan xuddi uvusi buzilgan hardek vojildishib ketdi. Shundoq qilayli. Kimning haqiqiy o'g'il bola erkak ekanligini ko'rsatib qo'yayli, u dast qipchoq eshaklarga. Odamni shundoqmi haqoratlagan bormi? Ul Shayboqning maxsus odam tillaydigan bir qo'shin lashkar bormikin deb qoldim. Og'zi bezab bir nimalar ekan.
Omalsız qulqinga mozit qilib oldim deysizlar. Meningmi sabr qachon toshayli deb qolgan. Podshoh oliylar yana ijozat bermagan bo'lsa, o'z oldimga jangga chiqib, beshimga kaginni ko'ray deb turgan edim. Kim chidaydi bunda haqoratga? Lashkarlarimizning jasorati susashmag'iydi deb ansirab yuraman. Faqat Qosimbek Qovchin bilan No'yon Ko'kildoshlar nima uchundir un chiqmay o'ltiradi. Xat shu janoblar, dedi Qosimbek Qovchin oxir eg'iz ichib. Ko'nglingizni tushunib turibdiman. Yov lashkarlarining haqoratini men eshitdim. Bundaq til haqoratga chidmoq albatta tas. Ammo taklifim shuki, yana 2 kun sabr qilsak. Qosimbek Qovchin amirlarning norozilik chiqib turgan chiroyiga tezlik qarab olgandan keyin Boburga yuzlanib gapini davomlashtirdi. Boqchag'on yani bilan Said Muhammad Mirzaning yordamga lashkar boshlab kelayotganligi hammamizga ayon. Hisobimcha Said Muhammad Mirza atgan Sarpulga yetib keladi. Boqchag'on yanimi kechikkanda o'g'illik kuch peshin bilan yetib keladi. Menimcha ular yetib kelgach sabr qilsak. Said Muhammad Mirza atiga yetib keldigan bo'lsa, Boqchag'on yanini saqlamaydi, dedi Qambarali. Ati biz jang sepib tuzib bo'g'icha Said Muhammad Mirza yetib kelsa, yovni ikki tarafdan qismoqqa olmaymizmi? Amir lashkar janoblari atki jangda royimizni yondirmaslar. Qosimbek Qovchin yana gap qilishga tamshilib bo'lib, Boburning chiroyiga qaradi. Boburning chiroyi surlik ham qat'iy edi. Turqidan ko'nglidagini paraz qilg'ili bo'lmaydi. Podshoh oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi bir chetda o'tirgan Shirim tog'ayi das o'rnidan turib. Mavlona Shahobiddin kechidan yulduzlarni kuzatib dim ko'ribdi. Jang qilish surki yana kayniga surilib ketsa, vaziyat bizga foydasiz bo'lg'udak. Bobur Shirim tog'ayining yanida o'tirgan o'rda munajjimi Mavlona Shahobiddinga yalt etib qaradi. Boburmo boshqa xon sultonlarga o'xshash dim ko'rish, munajjimlik, yodikashlik, polchiliklarga ishnatdi. Yenidan bir qancha munajjimlarni ayirmaydi. Har qanday cho'ng ishlarda, jang yurishlarda ularning fikrini oladi. Mavlona Shahobiddin Samarqanddagi munajjimlarning eng obro'ylari hisoblanadi. Shunga Bobur uni Sarpulga billa ep kelgan edi. Shundoq oliylari, dedi Mavlona Shahobiddin hossiga tayanganicha o'ra turib, qozondek salla o'rag'an beshini gildinglatganicha. Tunugun kecha tun nisbida yulduzlarni kuzatdi. Omad qut belgisi bo'lgan Zuhra yulduzi hamrohi bo'lmish Nusratga muakkal 8 bahodir yulduzning dal o'ttirisida chaqnab turibdi. Zuhra yulduzining orliqda ko'rinishi eng oxirgi chak hisoblanur. Uni o'rab turgan 8 yulduzmi biz tarafda ko'rinur. Bu g'albi Nusratning beshoratidir. Kechda 3-kuzatdan keyin Zuhra yulduzi 8 bahodir yulduzning o'ttirisidan chiqib ketadi-da. Yana 10-15 kungacha yovning kayni tarafida ko'rinadi. 8 bahodir yulduzmi dushman tarafga eg'ib ketadi. Navoda oliylari jang qilishni tayin topgan bo'lsalar, atidan kechiktirmagaylar. Atidan qilib qolsa, yana 10-15 kun saqlamoqdan o'zga chora yo'qdir. Kuzat bir kecha 5 ga bo'linib, har bir bo'ligi bir kuzat hisoblanadi. Bir kuzat taxminan 2 soatga teng, debdi izohatda. Bobur allaqachon jang qilish qaroriga kelib bo'lgan edi. Mavlona Shahobiddinning bu beshorati bilan qarori texmi mustahkamlandi. Ortiqcha andishlarni qo'yib hozirlik ko'ringlar, dedi qapqini turganicha. Ati cho'qim jangga chiqamiz. Tayyorliklar puxta bo'lsin. Nadiga yetib kelmagan lashkariy yordamga qarab o'tirmay, qudratli Tangridan madad tilaylik. Qosimbek Qovchin
Әмді Бабырны пәрманынан яндырып ағыл болмайдығалығын ес қылып, бешіні төвен салды. Әмірлі Бабырға аманлық тілеп, шах чедірден еніп çıkıştı. Таң сәһәр. Шәрқи ұппық қан чечіп әткенде қызарған еді. Күләк дәриясының сүйімі қан раңды жымырлайды. Сәрпұл далысы бір-бірінің қинini төкіске hazırlanып, қылыш ялыңашлыған түмен деген ләшкерлер білән толып кеткен еді. Бабыр сәпнің алдыға атлық қылышвазланы орыластырған болып, яуның оқыдан мұдапиялыныш үшін атланың әмісіге гежім япқызған еді. Гежім жаң атларға епілдіған оқтың мұдапиялыныш юпты деп тұзағады. Oldu səpkə Qəmbər Əli, Bəndəli, Xoca Əli, Mırşaq Qavçın, Səyid Qasım, Xaldar Mirza, Kuçbəkləni. Səpnin on qanatığa İbrahim Saru, İbrahim Canu, İbrahim Tarxan, Obul Qasım Kökbərni. Səpnin sol qanatığa Samarqandның əl bolğan bəglərdən Sultan Hüseyin Arğun, Qarbarlas, Pir Əhməd, Xoca Hüseyinləni sərkərlik təyinlədi. Қолда өзі Қасымбек Қаучин, Сырым Тағайы, Мырза Абдулвахап Моғол, нөкәрбеші Ноян Көкілдаш, Хұсрау Көкілдашлар білен білі тұрды. Бабыр ләшкерлерінің олы қачан жаң сепі түзіп болғалықның қабар тапқан Шайбан ханның оң қанатқа енісі Мәхмұд Сұлтан, күйоғлы Жамбек Сұлтан, оғлы Төмір Сұлтанны, сол қанатқа Әмзі Сұлтан, Мәхді Сұлтан, Canvapa bəy qatarlıq əmrlərini sərkərdilik təyinləb səp düzdü. Uçsığa Peyğəmbər əleyhissalamı təxlid qılıb qıp-qızıl ton kiyib, beşiği sımapdək appaq şayda çaqqan səlli orvağan Şeyban xan ton qara ərəb etinin üstüdə məğrur oltıratdı. O, Babır qoşununun can sepini ençikilik bilən küzətkəndən kin qılçilik qusur tapamay içində qayıl boldu. Səpnin aldıdan hazırlı etildiğandək çap-çıp durğan çılan toruq etinin tizginini tatıp durğan Babırға həvəs bilən qarıdı. Böyük Əmir Tömürnің jultdi. Muşu kasapətki düşüp dikəndə. Jultdi, ersiyət depti uzahatdı. Yaşlıqaға qarmay, özünü təmkin tutuşluğa qarmamdığan. Oğlum Tömür Sultan onun yerimini doğrayamlıqdək. Əmir Tömürdək Cihangir bolsun deb arzulab ismini Tömür qoyğunum deği. Babur degen ismға layıq haqiq sirpəncinin özgen qobu bədrək. İş qılıb, nemile degen bilən, axır onu cəngi çıxaraladım. Bala bər-bir balalığını qıldı. Keç gündüz aram bəməy cəngi ündəp nağır çaldırışım. Ləşkərlərini əvədib tıllat quzuşum axırı önüm bədi. Navad bu haqarətləgən 2 gün bərdasıq berəligən boz idi. Keçdin baqı tarxan çağan yani. Diyoldan Seyd Muhammed Mirza etib gelətdi. Həmmidin əndiş qıldığınım aşı Seyd Muhammed Mirza idi. Navadı Babırğı o kelib qoşulğan bolsa, bargahını bekitib elib etib elişini ötü mağı kegen bolatdı. Belki Buxarağa çekinişki mecbur bolattım. Kudretlik Allah'ın inaydığı köp rahmet. Babır'ın koşununu şundaq terip eren qılay ki, ikkinchilab man qarshi lashkar tatishib eti namoz bo'lib qolsin. Shaybani xon xiyollarini yig'ishtirib, ikki tarafida g'oz qanoti bo'lib turgan sarkarlarga qaradi. Hammanglar ko'rdinglar. Düşman asosli kuchini o'ttirib markazlashtirib tog'simon sap tuzibdi. Bundaq sapga uduldan hujum qilish foydasiz. Biz yanada to'lg'imi sap usulini ishlataylik. Oң qanat bilan sol qanat g'oldan ayrilib ketmay, araliq saqlab, ikki tarafdan qapsanglar. Xuddi taqqa yamashqandek harakat qilinglar. G'oldagilar yolg'ondan hujum qilgan bo'lib, rostdan mudofiyada turib, to'lg'imning ikki qanotini himoya qilsin. Kimki Boburni tirik tutsa, bo'yi bilan tang oltin in'om qilaman. Esinglarda bo'lsin. Boburga yordamga kelayotgan Said Muhammad Mirza yiqilib qoldi.
u yetib kelib bo'lguncha jangni oxirlashtirishimiz kerak. Shu asnoda Bobur qo'shinidan jang dumbiqi gumburlab, qo'shin hujumga o'tdi. Shaybon xonmi hujumga o'tish buyrug'i berdi. Qiqos cho'qqan sadolar bilan ming'ilgan otlarning tuyoqlaridan chiqqan ovoz butkul sarpuldalisini larziga soldi. Qilich nayzlar jaranglaydi. Tig' zarbasidan kimlardir ichinishliq engraydi. Bobur yov qo'shinining o'ng, so'l qanotining udul hujum qilmay agib orqa tarafga o'tishga harakat qilayotganligini, g'ol qismining izida midirlamay o'qya etib mudofiya qilayotganligini ko'rib, Qosimbek Qavchinga buyruq berdi. "Siz orqa tarafni himoya qilsizlar, men yovning g'oliga hujum qilay." Oliylari, g'ol xatarlik, o'q yomg'irdak. Bobur Qosimbek Qavchinning gapiga quloq solmay, etiga qamchi soldi. Uning orqasidan Do'yan Ko'kildosh, Xusrav Ko'kildosh qatorliq sarkarlar agashdi. Shaybonxon to'lg'im sapshakli bilan Boburning jang sepini parchalab, uni to'rt tarafiga yetishmas qilib qo'yishni ko'ngliga pukkan edi. Kutmaganda Boburning yomg'irdak yig'ayotgan o'q parvo qilmay, shirdek nari totquncha udulli etilib kelganini ko'rib tamtirab qoldi. Shu topda Bobur sarkar navkarlar bilan yovning g'oliga ajallik zarba berib, ularni chekinishga majburlamoqda edi. Sepil temadek mazmut deb zo'r ishonch qilgan g'olning yemirilib ketayotganini ko'rgan Shaybonxonning peshqadam sarkarlarining vujudini tashvish chulg'ib oldi. Ular dilg'ulluq ilkida Shaybonxonga qarab qo'yib eg'iz ochdi. "Qarab turmay mangmoq kerak oliylari, turmoqning vaqti o'tdi." Shaybonxon ularning tashvish chiqib turgan ko'zlariga nashtardek tikildi. "To'lib olaqshimanglar, yana kapishadigan bo'lsanglar tilinglarni kesib olaman." U endi navkarlarga qarab jon jahli bilan vaqirdi. "Hech kimning bir qadam kayniga chekinishiga ruxsat yo'q. Kimdi-kim bo'shanlik qiladigan, kallasi ilinadi." Shaybonxonning mit qilmay turganini ko'rib tavrinib qolgan sarkar lashkarlari qaytadan g'ayratga keldi. Garchi Bobur jasorat bilan jang qilib, yovning g'ol qismini chekindirayotgan bo'lsa-mu, ammo Samarqand beglaridan tashkillangan so'l qanot qismi yovga tankilanmay, sepi buzilib patparaq bo'lishga boshlagan edi. To'lg'im sapning uchini egib orqa tarafga o'tib olgan yov qo'shini oldi orqa tarafdan tang hujum tashkillagan edi. Qo'shinning ikki tarafdan kelgan hujumga bardoshlik berolmay, tavrinib qolganligini ko'rgan Bobur oldirab qoldi. Shu topda uning lashkarlari Ko'hak daryosi tarafga qapsilib qolgan edi. Dal shu chog'da Toshkentdan yordamga kelgan Said Muhammad Mirzo, Ayub Bagchak, Qo'shqi Mahmud qatorliq sarkarlar bilan yetib keldi. "Helim yaxshi vaqtida ulgurib ketdimiz", dedi bir do'ngning ustiga chiqib jang vaziyatini kuzatgan Said Muhammad Mirzo ikki hamrohiga qarab. "Ikkilari 500 dan lashkar bilan yovning o'ng so'l qantiga tegish qilsizlar. Men yovning g'ol qismini parchalagan Bobur podshohga yaqinlashay. Mushunda qilsak, ittifoqchilarimizga buzilgan jang sepini tuzib berishga fursat chiqadi. Farmon berdormiz." Ikki sarkarda darhol do'ngdan pastga tushib ketdi. Said Muhammad Mirzoning bu jang tadbiri intayin to'g'ri bo'lgan edi. Navoda u Ayub Bagchak bilan Qo'shqi Mahmudning ko'nglidagi razil xiyolini bilganida hargizmi ularga 500 dan lashkarni ayirib bermagan, balkim har ikkilisini yenidan ayirmay Shaybonxon lashkarlariga birlikda hujum qilgan bo'ladi. "Ahmad Bey Talba janoblarining kalomi asridan ko'tarilib qolmaganda sarkarda" deb so'radi Ayub Bagchak do'ngdan tushib etib. Qo'shqi Mahmud ko'zni qisqinicha yechaydi. "Yodimda, qandoqmi unutib qolay? Qoldisiga sizning farmonlarini anglayman." Ayub Bagchakning ko'z oldidan Toshkentda qolgan Ahmad Bey Talba, Ne'mat Mirzo, Sulton Junaydi Barloslarning simosi lip qilib o'tdi. Shaybonxonning saltanatga osiylik qilib, xon oliylariga sarkashlik qilgani rost. Deganida Ahmad Bey Talba Ayub Bagchak bilan Qo'shqi Mahmudni uzitib qo'yish bahonasi bilan qasrga ayrim chaqirib. Ammo hozir ikkilari Said Muhammad Mirzo bilan birlikda Bobur podshoh hamdan bo'lib, Shaybonxonni jazolashga ketib berishyaptilar.
Öz vaqtida Shaybonixonning Samarqand yurishini qo'llab, xon lashkarlarini uning ixtiyoriga topshirishni xon oliylarga tavsiya qilganimizda Said Muhammad Mirzo qarshi chiqqan bo'lsa-mu, ikkilari bizni qo'llagan edilar. Hala bugungi kunda Shaybonixon Buxoro, Samarqandni ishg'ol qilib, lashkariy kuchi zo'raygandan keyin saltanat qasdida isyon tug'ini ko'tarib chiqib, xon oliylarining oldida bizni mat qildi. Hozir o'rdada ikki ilik tilimiz bir ilik qolmadi. Said Muhammad Mirzo qaytadan bosh ko'tarib, hamma gap shuningli bo'lib ketdi. Ko'rib turishqanlar, xon oliylar hozir bizga ilgirkidek e'tibor qilmas bo'lib oldi. Bu qitim Said Muhammad Mirzo Bobur podsho bilan ko'maklashib, Shaybonixonni yo'qotadigan bo'lsa, xon oliylarining oldidagi obro'yimiz biroqla to'kiladi. Balkim u Nusrat qaznab qaytib kelgandan keyin bizdan ko'ning hisobni biroqla erishi mumkin. Shunga ikkilarga tavsiya qilganim shulki, bu qitimqi jangda Shaybonixon zinhor yengilib qolmag'ay. Navoda bu qitimqi jangda Nusrat qozonish silimi to'hpa yana Said Muhammad Mirzoga bo'ladi, dedi Ne'mat Mirzo. Said Muhammad Mirzoning azaldan ikkilar bilan xo'sh yo'q edi, dedi Sulton Junaydi Barlas. Faqat biz yaxshi gaplarni qilib turg'ashqa Nashtirin Sanjis paytinamagan. U to'sqinlik qilmagan bo'lsa, hozirgacha o'rinbosar bo'lib turaverishmaydilar. Ayyub Bakchak bilan Qashqi Mahmud yo'l bo'yi fursat topsalar mushu temada so'zlashib, o'rda qolgan ish amrining topshiriqni qanday qilib Said Muhammad Mirzoga to'ydirmay o'rinlash haqida maslahatlashib kelgan edi. Jangni Said Muhammad Mirzo qilaversin, biz o'ljiga turaylik, dedi Ayyub Bakchak. Hech bo'lmaganda to'kpiga u erishsa, biz oz to'la mol dunyoga erishsak, riyozat chekkinimiz bekorga ketmagan bo'ladi. Shunda qilsak bo'larmi? So'radi Qashqi Mahmud ehtiyot qilib. Urush malvonchiligi kim bilan kimning qari? Ishonchlik sarvozlarning quliqi pishirlab qo'ysalar, ular boshlab bersa boshqalar agishidi. Mol dunyoni tashlab jinini sepagisi va ahmoqlar bo'lsa urushaversin. Shunda qilaylik. Jang maydonida tuyuqsiz yerdan o'ngandakli paydo bo'lib qolgan ikki to'p lashkar avval o'lib yordonlarning yenini aqtirishga, keyin qaysi tarafning bo'lsin dalbig'ida eg'irroq hamiyini pulanlab turgan lashkarlarga eslib, otdan yiqitib bulashga boshladi. Azaldan jangni mol dunyo to'plashning vositasi deb tushundigan bu lashkarlarga bir qancha sarvozning bosh bo'lib berishi kifoya edi. Odatda jang maydonida jangni qayrib qo'yib, bulanchilik qilish oz ko'riladigan hodisa edi. Faqat Said Muhammad Mirzo yov qo'shinining g'oliga orqa tarafidan shiddatli hujum boshlagan edi. Yordamchi qo'shinning dal vaqtida yetib kelganligini his qilgan Bobur, ularning yovga hujum qilmay, ha deb o'lja izlayotganligini, hatto lashkarlarni otdan yiqitib bulayotganligini ko'rib, qattiq ta'ajjublandi. Mo'no badbaxtlarning qilgan qiliqini jang oxirlashganda o'lja izlashim ulguradi. Balkim ularga Samarqand xazinasini ichib berishga rozi edim. Ular bulanchilikqa nima degan ko'nib ketgan-a? Ularni yangsimi o'lja oladi, yengilsimi o'z odamlarini talab o'lja oladi deb anglab edim. Ammo jang bilan kor bo'lmay bulanchilik qilganini ko'rmabdi ekanman. Xon tog'am menga yordamchi emas, bir to'p bulanchi avatgan o'xshaydi. Ularning yo'liga zo'r umid bilan tanirganim. Bobur jang qilg'ach daryo tarafga chekindi. Shu topda uning yanida oran 10-15 navkarlar qolgan edi. Dushman uni No'yon Ko'kildosh, Xusrav Ko'kildosh qatorliq sarkarlardan ayirib etgan edi. Shu topda u ikki sarkardimi bir qancha navkarlar bilan yovning hujumiga bahodirlik bilan taqobil turib Podsho oliylari ehtiyot qilsinlar. Xuddi osmondan sakrab tushgandek paydo bo'lgan Xilil Tambal baslik gavdasi bilan Boburni daldiga oldi. Uninggacha uning bo'yni va ko'krigiga 3 tal yo o'q sanjildi. Bu Boburga etilgan o'q edi. Bobur otdan sakrab tushib, otdan yiqilib tushgan Xilil Tambalni yo'ladi. Uninggacha 10 necha yov lashkari uning biroqla tashlandi. Ko'zni yumib ochquchi bo'lgan shu daqiqada Bobur yovning qo'liga tirik tushib qolishi mumkin edi.
Ammo Mirza Abdulvahab Mo'g'ul 10 navkar bilan dal vaqtida yetib kelib, Boburni mudofiya qildi. "Sizlar chekinsizlar oliylari, ularning ishini men bir taraf qilay." Kuchlik yov ularni Ko'hak daryosining bo'yiga qistab kelgan edi. Daryo suvi 2 kundan beri xeyli sovuqlib qolgan edi. Yovga endi taqobil tura olmaydiganligini pamlagan Bobur sarkarda lashkarlarga qarab vaqirdi. "Bo'linglar, darhol daryoning o'qitiga o'tib olayli." Sarkarda lashkarlar daryoga qurolliq, savutliq sakradi. Daryoning qarshi qirg'oq tarafi xeyli cho'nqir edi. Suv uzalaydiganlar suv uzib, uzilmaydiganlar otlarga eslib o'tishga boshladi. Egri yorlanib mag'durdan ketganlar suvga g'arq bo'ldi. Mirza Abdulvahab Mo'g'ulning 10 necha yov lashkarining orasida tanho qolganligini ko'rgan Boburning yuragi echishib ketdi. Shaybonxon lashkarlarining suvga g'arq bo'lib ketishdan qo'rqdimi yoki orqa tarafidan Said Muhammad Mirza qattiq hujum qilayotgan bo'lg'achqa daryoga kirsa, oldi tarafdan Boburning qaytirma hujumiga, orqa tarafdan Said Muhammad Mirzaning hujumiga uchrab, zo'r talafot tortishdan voyimaydimi aytavur qo'g'lab kelayotgan lashkarlarni daryo bo'yidan qaytirib oldi. Uning sizmi u Boburga yordamga kelgan Said Muhammad Mirzaning amaliy kuchini mo'ljallayolmagan edi. Boburga yordam berish uchun kechdan yo'lga chiqqan Boqitarxon Chag'anyanning ha deganda yetib kelish ehtimoli bor edi. Shunga u qo'shimchalik qalbiga qanoat qildi-da, barliq kuchini Said Muhammad Mirzaga zarba berishga qaratdi. G'alaba xushonligiga cho'mgan yov lashkarlarining jasorati urg'ib turadi. Ular Shaybonxonning farmoni bilan tang Toshkent lashkarlariga biroqla tashlandi. Said Muhammad Mirza ko'zni yumib ochqicha qo'rshovga tushib qoldi. O'zi vasvasida jonni esdan chiqarib, hadab o'liklarning, yordorlarning yenini oqtirayotgan Ayub Baychak bilan Qoshqi Mahmudning lashkarlari amdi jinini, o'ljagan melini qo'g'dash uchun jang qilishga majbur bo'ldi. Ularning urushga royi yo'q, jasorati sus edi. Shunga hujum qilib kelgan yov lashkarlari oldida o'diqib, qaysi tarafga ketishni bilmay tamtirab qoldi va hoy-to'ytigacha tangdan to'lisi qirilib ketdi. Said Muhammad Mirza kuchini markazlashtirib, qo'rshovni bosib chiqish uchun imkon bor ichki sarkardasi tarafga chekinishga boshladi. Bu chog'da Qoshqi Mahmud allaqachon jinidan ayrilib, ot tuyoqlari ostida mejilib ketgan edi. Bo'yniga yo o'q tegib, jini tumshug'iga kelib qolgan Ayub Baychak bo'lsa, jang qilish u yoqda tursin, ot ustida oran o'tiradi. "Sizlar sarkard Ayub Baychakni qo'g'dab meninglar", dedi Said Muhammad Mirza navkarlarga qarab. "Qolganlaringlar jang qilg'ach chekininglar. Ovudingdan eshib olsa qo'rshovni bosib chiqa olamiz." Shaybonxon Said Muhammad Mirzaning bahodirligini, uni osonlikcha yengil bo'lmaydiganligini obdan biladi hamda Toshkent lashkarlarining ozligini ko'rib, shubhalanib qolgan edi. Said Muhammad Mirza Sulton Mahmudxonning amir lashkari, a'tvorliq mahrami. U hargizmi bunchalik oz lashkar bilan kelmaydi. Balkim asosli qo'shini keyindan kelayotgan bo'lishi mumkin. Balkim hozir asosli qo'shin bilan birlashib olish uchun chekinish yelishni ishlatib bizni aldayotgandir. Navoz shunday bo'lib qolsa, atgandan beri jang qilib yerib qolgan lashkarlarning ishi tez bo'ladi. Texi Boqitarxon Chag'anyanning har qachon yetib kelish ehtimoli bor. Eng yaxshisi uni qo'g'lamag'inam tuzuk. U xiyolni yig'ishtirib, yenidagi inisi Mahmud Sultonga farmon berdi. "Sarkard lashkarlar qo'g'lashni to'xtatsin. Bugun kech Boburning suv qarorgohini qo'noq qilamiz." Qo'noq qilish, yetib qilish debdi izohatda. Yovning hujumni to'xtatganligini ko'rgan Said Muhammad Mirza sal xotirjam bo'lib, navkarlar yo'lab kelayotgan Ayub Baychakning yeniga keldi. "Sarkardni avoylab otdan tushiringlar." Qansirab ketganlikdan aytavur Ayub Baychakning chiroyi tatirib ketgan edi. Yo o'qi texchilar bo'ynida sanjiqliq turadi. Navkarlar o'qni sug'urib olsa, bo'yin tomirlari yerilib, hayoti xavf yetishdan ansirab, o'qni qo'shib tengayotgan edi. "Suv keltiringlar", dedi Said Muhammad Mirza. Bir navkar etiga g'onjig'ilib olgan cho'nashni uzatdi.
Said Muhammad Mirza Ayub Bakchakning og'ziga asta suv temitdi. Ayub Bakchak lavlarini yo'lig'inicha asta ko'zini ochdi va beshida mehribonlik bilan qarab turgan Said Muhammad Mirzani ko'rib, ko'ziga mo'lladi yosh oldi. Ansirmislar sarkarda. Yana biroz maqsaq yurt ichiga berib olamiz. Ondan tiyib-tepib jarohatlarini amlatamiz. Saqiyib ketadilar. Said Muhammad Mirzaning kuyimchanlik bilan bergan tasallisi Ayub Bakchakning vijdon azobini hassalab oshirayotgan edi. U qo'lini tasdim edirlatib, Said Muhammad Mirzaning qo'lini tutib oldi-da, asta o'ziga tortdi. Said Muhammad Mirza uning gap qilmoqchi bo'lganligini pamlab, quliqini yaqin akeldi. Ayub Bakchak zaif ovozda pichirladi. Amir Lashkar janoblari, meni kechirsin. Oldinlarida ko'p xijilman. Manga Shaybonxonning emas, Ahmad Bey Talbaning o'qi tegdi. O'zimga os xumsiliqimning jazosini tortdim. Ahmad Bey Talbani ehtiyot. Ayub Bakchak gapining oxirini davomlashtirolmay zuvandan qoldi. Ko'zlari chanoqdan cho'chirab chiqqidek chakchib, og'zi hongdek echilib qoldi. U gap qilishga ziyoda kuchab ketganlikdan jarohat o'rni qaytadan qonab ketgan edi. Jiddiylashgan Said Muhammad Mirza beshida qarab turgan navkarlarga vaqirdi. "Bo'linglar, yori ig'ziga suv qo'yib qonni to'xtatinglar." Amir Lashkar janoblari, endi alhamdulillah deyli, dedi Ayub Bakchakning beshini quchog'iga elib o'ltirgan o'ttir yoshlik sarboz. Sarkard allaqachon tiniqidan qoldi. Said Muhammad Mirza ishonmagan holda Ayub Bakchakning burniga qo'lini tekkizib boqdi. Quliqini ko'krigiga yiqib, yurak so'qishini tinchidi. Ayub Bakchak pushaymon ilkida nurg'un sirlarni oshkorlashga ulgurmay qazo qilgan edi. Qazo o'qiga qalqqan yo'qdir. Alhamdulillah, dedi Said Muhammad Mirza ichingan holda. Askarlar Ayub Bakchakning ruhiga atab duoga qo'l ko'tarishdi. Babur shu chekinginicha qo'lbi o'tliqiga kelib, Ko'hak daryosidan yana bir qatim kechib o'tdi-da, peshin bilan digar orliqda Shayxzoda darvozasidan Samarqand shahriga kirib oldi. Askarlarning 20 talafotga uchirgan edi. Sarkarlardan İbrahim Tarxon, İbrahim Saro va İbrahim Janodan iborat İbrahim adlıq 3 cho'ng sarkardisi, Mirza Abdulvahab Mo'g'ul, Obulqosim Ko'kbar, Xudobardi To'g'chi qatorliq 3 o'rinbosar sarkardisi qazo qilgan edi. U inisi Jahongir Mirza yordamga avatgan Halil Tambalning o'limiga xeyli qayg'urdi. Aksi Ahmad Tambalga bo'lgan adovati sababidan uningga yaxshi muomala qilmaganiga ko'p pushaymon edi. O'ziga etilgan ajal o'qiga Halil Tambalning mardonlik bilan o'zini tutib berganligi esiga kelib, ko'zdan taramlab yosh to'kildi. Shu sadoqat bilan bahodir sarkarlarning o'limiga men sababchi bo'ldim, dedi Babur urib. Undaq demislar oliylar, dedi Qosimbek Qovchin tasalli berib. Yo'q degan o'lim yetimsiz bo'lmas. Hammamiz o'limning sarbitini tetug'uchilarmiz. Faqat navbatning ilgari keligi bor xolos. Hamdiki gap qazoga rizolik berib, tiriklikning g'amini yeyish. Sultabda Shayboq Samarqandni elishning tadbiri ustida bosh qotiryotdi. Babur asta beshini ko'tarib Qosimbek Qovchinga qaradi. Uning amaliy rost so'zlari
Boburni sergaklashtirgan edi. Toshkentdan kelgan Said Muhammad Mirzoning hamdamchi lashkarlarining ahvoli hozir nechukkin? Ol bulanchilardan endi umid kutmayli, dedi Shirim tog'ayi g'azablangan holda. Said Muhammad Mirzoni bekmi tadbirlik, oqil sarkarda deb o'ylaydim, dedi Qosimbek Qovchin afsuslangan holda. Qandoq badbaxtni o'ng so'l qanotga turshavul qildikin tong. Bizga hamdamlashni qo'yib, mol dunyo yig'ish bilan qoldi. Hatto lashkarlarimizni bulab toladi. Faqat Said Muhammad Mirzoning o'zla atrofidagi navkarlar bilan jasorat ko'rsatdi. Sarkarlarning bu razilligidan Said Muhammad Mirzoning xabari yo'q ehtimol, dedi Bobur. Albatta shundoq. Xabar bo'lsa yo'l qo'yamdigan. Xo'sh, endi biz qarab o'tirmayli olaylar. Sarkarlar har qaysi darvozalarni bekitib, puxta mudofaa ko'rsin. Shahar giroyatini harakatlantiraylik. Biz uchun endi bir mezgil shaharni bekitib, fursat kutmakdan boshqa chora yo'qdir. Bobur shundoq qilaylik deganni qilib, beshini langshitdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lg'aysizlar.